Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Biz sizlar bilan bugun klassik fransuzcha tuxum tayyorlaymiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Sariyog', 3 ta tuxum yoki 2 ta, tuz, murch, sir kerak bo'ladi. Xo'p, qirg'ich, taxtakach va pichoq. Vilka. Birinchi tuxumni chaqib qo'yamiz. Tuxum bunaqasi saqsanglar, ichiga anaqalar pastga tushib ketish ehtimoli baland bo'ladi. Chunki yerga qo'yib taqsanglar bir tomonga ichidaglar maydasi tushish ehtimoli pastroq bo'ladi. Lekin bir xillarda tushamansa tushib ketaveradi. Lekin hammasini yo'lini qilgan yaxshi. Bu yerda ikkita damashning bitta ko'chani tuxumi bor. Kattaroq ko'chaniki. Mana hozir rangini ko'ringlar. Yaqinlashtiraman hozir. Bu damashning, bu ko'chaniki. Rangini ko'rdinglarmi? Ham damashning tuxum oranjiy rang bo'ladi. Keyin tiniq bo'ladi. Keyin urilganda ham anaqasi otilmaydi. Aralashtirganda qiyinroq bo'ladi aralashtirilish. Yeganda ichida vitamin anaqalar, oqsillar baland bo'ladi. Qo'l yuvoramiz. Bizga vilka yordami keladi. Buni ko'pirtiradiganida qilsanglar ham bo'ladi, lekin men tavsiya etmagan bo'lardim. Sababi buni ko'pirtiradiganini ko'rsataman hozir. Hop. Mana bunaqa qilish oson, lekin bu ko'pirib ketgandan keyin pishirayotganlarda ichida unaqa teshuv bo'lib qoladi. Bu bir. Keyin tuxumni oqiga, sarig'iga yaxshi aralashtiringlar. Yaxshi aralashtirmasanglar tuxumlarda oq sariq anaqa bo'lib qoladi, doli bo'lib qoladi. Sababi oq отдельный, sariq отдельный bu yaxshilab birikmagan bo'ladi-da. Shuning uchun dog'ga o'xshatib qo'ygan bo'ladi. Iloji boricha mana buni ko'proq yaxshilab aralashtirib olsanglar, xudo xolisa rangi tiniq, yaxshi, bir xil chiqadi. Bu o'zi unaqa qiyin narsa emas, lekin boshlanishiga qiyinroq tuyuladi. Balki qiyinroq ham bo'lishi mumkin birinchi boshlayotganlarga, lekin hamma narsa praktika bilan, mehnat bilan, ketmay takroriy mehnat bilan oson tuyulaveradi. Bitta gap borku, qiziqsangiz qiyin narsa ham oson tuyuladi va oson bo'ladi, bajariladi. Shuning uchun endi tuxumni oddiy tovaga pishirib yeb qo'ysanglar ham bo'ladi, oson yo'li. Bunaqa qilsanglar ham bo'ladi, boshqacha yo'li. Bu kellaga, keyin ovqatni san'at asar darajasiga qilib yeydigan, ishtaha bilan yeydigan odamlarga yoki bo'lmasa u kunni hayron qoldirmoqchi bo'lsangiz, pishirsangiz tasanno bo'ladi. Va sizda o'zingizda taassurotlar ham boshqacha bo'ladi. Xudo xolisa. Mana ko'rsataman. Sekin aralashyapti. Ko'pirdazgan, lekin ko'p ko'pirgani yo'q mana. Asosiysi oqqa sarig'iga mana aralashdi. Sochdan oldin yana bitta qilib yuboraman. Shunda yaxshi ko'rasizlar. Mana. Xudo xolasa aralashib bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Tushuntirib beraman. Xo'p. Tovaga, teg'olmaydigan tovaga sariyog' solamiz. Ozgina erigandan keyin buni solib, keyin u yog'ini joylab qo'ysaman. Hozir tuz, murch qo'shmayman. Tuz qo'shsam buni tuxum bir-biriga ajrashib, suyuqligi oshib ketib qoladi. Shuning uchun oxirida qo'shib yuboraman. Lekin hozir ozgincha murch qo'shib olsanglar bo'ladi, ozgincha. Mana. Ta'm o'ziga ta'm beradi-da. Qancha spetsiya, qancha ziravorlar qo'shsanglar ovqatga, shuncha mazasi o'zgacha chiqib, o'zgarib boraveradi. Mana. Xo'p. Endi videoni gazga ko'rsatamiz. Gaz tomonga tutamiz. O'rta past olovda yoki past olovda qilamiz hozir. Aziz tomoshabinlar, tovani yoqamiz.
Hop, o'rtalovda sariyog'ni solamiz. Mana sariyog' qancha bo'lik sariyog'. Mana. Bitta katta qoshiqdan ikkita qoshiq desa ham bo'ladi, 1,5 qoshiq. Katta qoshiqda. Soldik. Mana ichini ko'rsataman hozir. Yaqinlashtiraman. Hop. Davomida qo'ramiz. Mana davomida qo'ramiz. Mana. Qaraysizlar, sal ko'proq bo'lsa olib tashlayverasizlar. Mana. O'rta hisobda bir qoshiqdan 2 qop 1,5 qoshiq sariyog' solasizlar. Hop, mana. Bu ko'pib chiqadi, erib, undan keyin tuxumni solamiz. Ozgina qismini olib qo'ydim, oxirida ko'rsataman. Mana, olib qo'ydim. Ustiga suvga olib qo'yamiz, yaltiratishga. Ham vid, ham ta'm beradi. Ham ko'rinish beradi. Hop, videoni o'g'lim pastayamiz, tegini qolib ketib qoladi. Sariyog'imiz bunaqada. Past olovda pishiramiz. Tovani olamiz, qo'yamiz. Bu juda nozik narsa. Juda delikates unaqa juda nozik tap bilan, noziklik bilan qilinishi kerak. Hop. Tuxumimizni olamiz. Aralashtirib olamiz. Solamiz. Mana. Soldik. Keyin mana bundoq qilsanglar ham bo'ladi. Mana bundoq tashqaridan ichkariga. Keyin men mayda anaqalar, mayda shakl ichidagi unaqa pishayotganlarni iloji bo'lsa mayda qilib tarqatib yuboramiz. Bundoq qilamiz. Endi dumaloq qilamiz mana. Mana. Kamerani to'sib qo'ymasin deb yana gazdan olamiz. Yana bundoq qilamiz, yana qo'yamiz gazga. Mana bu qurib qolishi kerak emas, qattiq qolishi kerak emas. Mana bundoq qilamiz, sekin qolayotgan paytda sekin gazga qo'yamiz bu narsani. Bundoq qilamiz, o'z techuvlarini bekitadi bu. Mana keyin buni birlashtiramiz. Mana. 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 Sekin. Mana suv anaqalari sekin qotish kerak-da. Sal shaklga kelgandan keyin buni o'rashni boshlaymiz. Yana qo'yamiz. Ko'ringlar, olamiz, qo'yamiz. Gaz sal balandroq qildimi, qotdimi, olamiz. Sal pasaydimi, qo'yamiz. Olamiz. Shunaqa qilib harorat suruvini kontrol qilamiz, nazorat qilamiz. Mana shu paytda tuz sepib olamiz ustidan. Bemaza bo'lib qolmasin mana. Mana sekin qotyapti sekin mana. Bundoq qo'ysa, mayda suyuna holatlar ichkariga kirib, teshuvlarni hammasini to'ldiradi. Mana sekin mana shakl keltiramiz. Mana. Yana qo'yamiz ozgincha. Mana ko'rsataman, tomoshabinlar ko'rdinglar. Ustida suvga o'xshab qolmadi, mana quyuqroq, lekin tegi sal hali beri sal qattiqnaqa, tegi hali ozgina yumshoqroq, sal qotirib olamiz. Qo'yib yana. Bundoq hamma harorati bir xil bo'ladi. Shu paytda ozgina sirni sepib olamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Birinchi ozgina qotib olsin, xudo xolisa.
O'g'lim kabinaga olishyapti. Maslahat berib turadi video to'g'risida, ko'rinishlar to'g'risida. Mana bu qora narsa murchiki u. Katta qora yaxshi anchilmagan bo'lsa kerak. Tashlaymiz. Mana. Xudo xolisa. Mana ko'rdinglar. Qotib oldi, xudo xolisa sekin. Hozir qo'yib olamiz. Mana. Mana qo'yib oldik. Gazni o'chiramiz. Tuxumni sal ko'taramiz yana. Qo'yamiz. Endi buni gaz o'chgan, yana qo'yamiz. Sekin atrofini sekin o'raymiz mana. Bismillah deb. Mana o'rash boshlaymiz. Mana. Yoki bu yoqdan sekin aldab o'rashni boshlaymiz. Bundoq qilamiz. Mana sekin. Mana. Sekin aldab o'raymiz. Sekin mana o'radik bu yog'ini. Va bu yog'ini bundoq qilib sekin tushirdik mana. Skavotkani o'zi yordam berib yubordi bizga. Sekin tortamiz oldinga. Mana. Va shuni tez tankiga olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Endi buni hop toza chochuv bilan yoki qo'l bilan chochuvimiz toza. Uchini dumaloq holatga keltiramiz. Dumaloq holatga mana. Keltiramiz. Namdorroq suv. Chochuv bilan qilsa yaxshiroq keladi. Ochilib ketmaydi. Chochuv bilan qilsa ochilib ketmaydi. Orasi ochilib ketmaydi mana. Uchi dumaloq bo'lishi kerak. Mana. Sigara holatiga keladi ozgincha bu yog'i ham. Endi bu fransuzcha taom. Asli tomoshabinlar hozir bu yerda ko'rsataman. Hop. Tomoshabinlar omletimiz tayyor bo'ldi. Men hozir kesib ko'rsataman sizlarga. Biz yana ozgina sepib olamiz. Tapga ko'ra sepib keyin ustidan salom olamizda yoki bo'lmasam mana qilsa bo'ladi. Mana 1 2 3 ketdi. Mana qo'lim bilan ushlayman. Mana bundoq qilib surib chiqamiz, bundoq qilib. Surib chiqamiz. Bu yaltirlaydi. Ham ustiga boshqacha kork beradi va ta'm beradi. Salom shu narsaga olib qo'ygandim. Mana. Endi tomoshabinlar ustiga skachin sepib qo'ydim. Ko'rinishi bitta menga yoqmadi. O'shaning uchun olib tashladim. Lekin qo'shib yesanglar bo'ladi. Shunda ko'rinishini o'zi chiroyli zo'r turibdi. Sizlarga kesib ko'rsataman. Mana. Siz ko'ringlar. Mana. Ichi sirlari bilan ham yumshoq, ham suvlar oqib turibdi. Bu shunaqa bo'lishi kerak. Suvligini qaranglar buni. Sirlari bilan ishtaha ochaman qilib mana yevordi deyapti. Aziz tomoshabinlar.
Vaqtinglarni ajratganing uchun saryot yeb qolibdi. Artib yuboramiz. Hop, kechasizlar. Qashishlarni ham olib tashladik hali aytganimda. Men endi yeb ko'raman buni. Yeb ko'raman men hozir. Kesib yeb ko'ramiz. O'g'lim bilan bitta o'g'lim yeymiz, ikkalamiz, xudo xolasa. Mana. 2 3. Yoqimlilari kelinglar. Aziz tomoshabinlar, yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy bay. Qanaqa? Güzel. Hop. O'g'lim yeb ko'ryapti. Ichida tuxum, sirlari, tuz, mushlari hammasi alohida qavat-qavat mazza beryapti. Yoqsa like bosinglar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Vaqtinglarni ajratganing uchun, ajratganingiz uchun rahmat.